Xorazmda Ardaqiyevda 9 tonna palovni pishirish jarayonlari boshlandi. Hozir qaysi masalliqdan chala ishlatildi? Bosh oshpazlardan biridan intervyu olamiz qisqacha. Assalomu alaykum og'a, chakkamiz, yaxshi farman. Og'a necha xil mahsulot ishlatildi va necha kilodan yoki bo'lsa tonnadan? Xorazm palovda 7 xil masalliq ketadi. Shunga hammasini masalan yog' 650 litr, go'sht 2 tonna 200, piyozimiz 200 kg, sabzimiz gashini aytadigan bo'lsak 2 tonna 500. Keyin brunch 2 tonna 200. Mayizni aytdik. Shunday masalliqlarimiz ishlatildi. Haqiqiy Xorazm palovi bo'ldi. Haqiqiy Xorazm palovi bo'ladi. Endi yana bir savol bor, qarang, bugun 9 tonna palov pishadi-ku. Bu O'zbekiston bo'yicha rekordmi yo Guinness rekordi bo'yichami? Bu O'zbekiston bo'yicha rekord. Guinness rekordi 7 tonna. National Bahriddin Chusti jamoasi, Abduman ustozlar bilan birga. Bu rekordni hali yangilangan odam yo'q. Axir bugun 9 tonna pishadi-ku, necha rekord ekan bu? Bu aytyapman-ku, O'zbekiston bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin Guinness rekord bo'yicha Bahriddin Chusti jamoasi qildi. Ha, u O'zbekiston bo'yicha bo'lib turibdi, lekin Guinness bo'yicha alohida o'zining nalari bor. Vona kerak, ma'lum qilinishi kerak, aytilishi kerak. Qoidalari bor. Lekin bugungi pishayotgan O'zbekiston bo'yicha haqiqiy 9 tonna rekord. Endi yana bir savol bor. Bugun havo sovuq, men o'zim hozir shunda yarim soat turdim, onning so'qish ketdim. Siradan chiqqinchilik bo'lib turibdi, og'a. Endi 9 tonna palov katta qozonda pishadi. So'qish turibmiz, endi havoni ko'rtisiz, bugun sal yomonroq, lekin qozon yonidan bosad, olovni tafti yonida chidab bo'g'isiz, lekin shu xalqimizga mazali palov yedirish maqsadida chidab shu mehnatdan qilib turibmiz. Keyin yana bir savol bor, sizni o'zingizni eng ko'p pishirgan palovingizni necha kilo? Men eng ko'p pishirganim buni xalqimiz o'zi biladi. Admin palovda yana o'z yaragandan 300 kilo palov bosganman. Hozir bu undan 10-15 barobar qiyinchilik berib turibdi, lekin shundan Xudoga shukr, masalan, oshpazlar Xorazmdan 40 ta oshpaz yanada ko'pmiz. Hammasi mohir oshpazlar bo'lgandan keyin shular bilan qo'sh qanot bo'lib, Samarqanddan kelgan 15 ta oshpazimiz delegatsiya bilan birgalikda hamjihatlikda ishlatdik. Toshkentdan oshpazlar uyushmasidan kelganlar 6 ta vakilimiz, tog'dan akalarimiz. Hop. Asog'a xudo xolasa jarayonlaringizga xalaqit bermaylik. Biz chetdan kuzatishni davom etamiz va xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin siz bilan yana bir qisqacha intervyu etamiz, ya'ni telefon holatini. Asog'a ishingiz rahmat, charchamang. Sizdan vaqt uzamoqlar. Sog' bo'ling. Omon bo'ling.